Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bugun yana bitta kasilkamizni qo'yib. Bu birinchi chiqqan web sitesidan kasilkamiz. Xo'p. Mana bu plastmassaligi bittalik plastmassasi. Xo'p, o'tni o'rib bir tomonga tortadigan jatkalik. Ishlangan bu ham. Mana unaqa ko'p ishlamagan bu ham. Holati yaxshi holatda, sostoyaniyasi deydi. Holati yaxshi holatda turibdi. Xo'sh, buni endi reduktorlar yaxshi ekan, reduktorlarni aylantirdik. Buni maydalab boshqatdan remont qilishga qo'limiz tegmadi. Reduktorlar yaxshi holatda, soz holatda turibdi. Puchoqlari, ikkala puchoq ishlarki buni. Puchoq bittasi turib, bittasi ustida ishlanmasdan ikkala puchoq ishlarki. Tayda mana taydan ko'rinishi, taydan ol. Puchoqlari ham o'zini zodiga puchoqlar turibdi. Charchab ketgan holatda emas, yaxshi holatda turibdi. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, mana shu narsa kerak bo'lsa, hozir telefon nomerimizni qoldiramiz. Orqadan reduktorni ham. Hop, men bu motoblokka qo'shganda uzib qo'shadigan narsasi turibdi. Bu betdan bu sep bilan ishlarkan mana. Hop, ishlashlari yaxshi holatda turibdi. Telefon qilaverasizlar shu narsa kerak bo'lsa. Hammaga rahmat. Like esdan chiqmasin.